Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynai Jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 16 martga namoz vaqtlari bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, kanalimizga yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kamtarona mehnatlarimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, obuna bo'lishni unutmang va maksimalni yaqinlarga havola qiling. Azizlar, kommentar yozayotganlardan va mana shu jadvaldan foydalanib borayotganlardan barchalaringizga katta rahmat. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin va mana shu qilayotgan ibodatlarni va Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarni Alloh azza va jalla muborak dargohiga qabul aylasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz.